hech narsani keyinga qoldirmaslik kerak. Hatto qahva ichishni ham. Xayol surishni, derazadan qarashni, qo'shniga salom berishni, farzandni erkalashni, biriga yaxshi gap gapirishni, o'zingiz uchun maza qilib bir choy damlashni, bir varaq kitob o'qishni, 10 yildan beri ajratmayotganingiz vaqtni ajratishni. Ya'ni keyinga qoldirish kerak emas. Bugun yashaladigan narsalar bor. Uni qiymati ham bugun, ertaga qiymati bo'lmaydi uni. Masalan, bir finjon qahvani deraza yonida o'tirib yoki bilmadim, kimdingiz bor joyda yashayotgan bo'lsa, sohilda o'tirib, kim o'rmon bor joyda yashayotgan bo'lsa, o'rmonni bir nimasida o'tirib, kim bilmadim, qovun palagini oldida bo'lsa, o'sha yerda damlab, kapaga chiqib olib, qishloqqa tepadan qarab. Bugun iching, bugun qiling. Ertaga u ertani qahvasi. Bugunni choyini, bugunni qahvasini, bugunni suhbatini bugun yashash kerak. Hayotni ko'p ham murakkablashtirish kerak emas. Murakkab bo'lsa nima-yu, murakkab bo'lmasa nima? Nima qila olamiz? Qahva ichishdan boshqa, go'zal suhbatlardan boshqa qayerdan olamiz ozuqani? Nafrat qusibmi? Yomon ko'ribmi? Qahvani yuziga sochibmi? Choyini to'kibmi? Gapini bo'libmi? Qahva iching. Choy iching. To'yib sevganlaringiz bilan suhbat qiling. Hayotingizni yashang. O'zingizni hayotingizni, boshqalarning hayotini tinch qo'ying. Ular ham sizni tinch qo'yadi shunda.